Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sardor Rahimxon hamkasblar va muxlislarni Instagramdagi sahifasi buzib kirilganidan ogohlantirdi. Aziz do'stlar, hamkasblar, meni profilimni hakkerlar hammaga har xil gaplarni yozib yuborishyapti. Bir necha marta profilimni buzmoqchi bo'lishdi. Shunga direktdan meni nomimdan turli xil gaplar kelsa ishonmang. U odamlarga esa faqat omonlik tilayman. Xudo berdi, o'zi oladi. Bu Instagram siqilib qayg'urishga arzimaydi. O'ziga tavakkal. Hammaga rahmat, jumladan hakkerlarga ham, deb yozadi xonanda Instagramdagi sahifasida. Sardor Rahimxonning ijodini kuzatib boruvchilar esa bu uning yana bir PR ekanligini aytishmoqda. Xullas, Sardor Rahimxonni rostdan ham hakkerlar Instagramini buzib kirganmi yoki yo'q, bu bizga qorong'u. Buni vaqt ko'rsatadi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang.